Oshxona emas jon yuragingda. Ha, kelin. Voy, assalomu alaykum oyijon. Ha, alohida chiqib olib, o'g'lim topganini dastlabkiga ishlatyapsizmi? Siz shu yerdamisiz? Ha, hali ham tepangizda etajda yashayman. Esingizdadir? Chiqqaningizga 3 kun bo'lgani yo'q, qaynonangizdan xabar olishni ham bilmaysiz. Oyijon, alohida chiqqanimizdan keyin ishlar ko'p, vaqt ham bo'lmayapti-da. Ha, vaqtingiz bo'lmaydi. Instagramga o'tirib olib, "Qizlar, biz alohida chiqib oldik" deb stories qo'yishni bilasiz-ku. Sizni cho'rniga tiqib qo'yganman-ku. Qanaqa qilib ko'ryapsiz? Ha, cho'rnilarga tiqib qo'yavering. Levi akkaunt ochib, ko'rdim men hammasini. Qani, kechagina olgan choynagingizni olib chiqib bering. O'zimga ham kerak bo'lyapti. Choynigimiz yo'q. Sizni choynigingizni choy qaynatib turuvdik. Choynagingiz yo'q? 3 kun oldin olgan dazmolingiz-chi, uni qachon qaytarasiz? Dazmol ham olmadik oyijon. Olmang, shularni ishlatib turaylik, maylimi? Hech narsasi yo'q-dek. Alohida chiqmaganiga o'ylaysizlarmi bu kelinni? Yuring, men sizni bir joyga olib boraman. Yuring tez. Yuring. Agar mana shu xolodilniklardan bittasini olsangiz, sizga bal qo'shib berishadi. Bu balingizni choynakka almashtirsangiz bo'ladi. Voy, zo'r-ku. Kir mashina olasiz, bal qo'shib berishadi. Shu balni dazmolga almashtirsangiz bo'ladi. Voy, rostdanmi, tekinmi? Albatta, bundan tashqari balingiz yetsa, istalgan uy ro'zg'or buyumlariga ham almashtirib olsangiz bo'ladi. Bo'ldi oyijon, sizdan olgan eski dazmolimni qaytaraman, yuring. Ha, eski dazmolni siz tutasiz. Menga Hopindan olgan yangi dazmolingizni berasiz. Voy, olinmagan dazmolam qulog'ini ushlab ketdi, ana. Kelinlar, kelinlar, kelinlar.